Koreya yoshlarınınki o'zini tugashtirib tashlab o'tishi Koreyani yer sharidagi tunji tabiiy yo'qolgan davlatga aylantirib qo'yishi mumkin. 2025 yil 2 oydagi eng eng sonliq ma'lumot ko'rsatilishicha, 2024 yildagi Koreya tug'ilgan nüfus 240 mingdan oz bo'lib, hatto davlatimizga bir naib azig'im yetmagan. Umumiy tug'ut nisbati 475% kuchayib, dunyo bo'yicha arqini sanalgan chog'da birinchi o'rin turgan. Bu yerdagi 475 tug'ut nisbati degan zot qanday hukumlaganda, bu har bir jup koreyalik er xotinning bir umrida aran 475 bal tug'diganligi, ya'ni har 100 jup odamning aran faqat 37 yoki 38 bal tuqqanligidan derak berdi. Bu bir intayin qo'rqinch sonliq ma'lumot. Chunki 3-avlodga kelgan chog'da faqat 14 lam odam qoldi degan gap. 4-avlodda bo'lsa faqat 5 odam qoldi. 5-avlodda faqat o'zi yolg'iz qolishini keltirib chiqardi. Yana taxminan 100 yil ichida butkul Koreya nüfusi faqat hozirginiki 1% lam qolib qoldi deganlik. Biroq bu sonliq ma'lumotga qarta, yana shu Koreya yoshlarida hech qanday ansirash yo'q bo'lib, aksicha Koreyaninki yo'qilishiga 100 yil yetmesi mumkin. Biz tirishsaqlam 50 yillam davlatni yo'qotgan bo'ldi deb masxara qilishga ahvollar bor. Tug'ut nisbatlam emas, Koreyadagi yoshlarninki o'zini o'ldirilish nisbati kishincha uyushtirdi. 20-asrdan keyin Koreyadagi yoshlarninki o'zini o'ldirilish nisbati izchil butun dunyoda oldin o'rin turib keldi. O'zini o'ldirilish yoshlarninki o'lishining asosiy sababi bo'lib qoldi. 2024 yil o'ttir hisobida har kuni 40 necha koreyalik o'zininki hayotini oxirlashtirishni tanlagan. Chunki koreyalik yoshlarninki nazarida o'zining mavjud bo'lib turishniki birdan-bir qimmati faqat Seulning janubidagi hashamatli tural rayondagi baylarning xizmatini qilishgan. Shunga balasi o'zining jafosi, vahimasi, namratga varislik qilish uchun tug'ilgan bo'lsa, bu balaning tug'ilmagini eng cho'ng rahimdillik deb qaragan. Shunga yoshlar agar bu umrda baylarning ezishi peshonasiga bitilgan bo'lsa, unda hayotini oxirlashtirishni bir xil tepqilsiz erkinlik deb qaraydi. Koreyalik o'quvchilar har kuni o'ttir hisob bilan yeb ichib uxlashdan boshqa 16 soat vaqtni cho'qib o'rganish sarf bo'ldi. O'quvchilar orasida har kuni 4 soat uxlaganlar andin ko'ngildagidek oliy maktabga o'tgani bo'ldi. Shunga 1 soat ortiq uxlasam oliy maktabga o'tolmaydi degan gaplarni intayin moda bo'lib ketgan. Hatto boshlang'ich maktab o'quvchilarimi bir kunda necha xil takrorlasini to'g'ri hafta oxirida demanmaydigan ahvol kelib chiqdi. 5 soat o'qish topshiriq ishlash nihoyatda bir odatdagi ahvol. Shu sababdan Koreyada har xil kurslar alohida taraqqiy qilgan bo'lib, statistikaga asoslangan joyda Seulning har yillik darajasini sotib tayyorlash umumiy summasi 27 trillion won, taxminan 140 milliard yuan xalq bo'lib ta'minlanadi. Mamlakat bo'yicha 24 ming takrorlashni peshilgan bo'lib, bu soha davlat iqtisodiy umumiy miqdorining 1% ni egallab turdi. Har bir oila 3 dan 1 qism kirimni dal o'zining bolalarininki takror qilishga sarf qildi. 2010-yilda Koreyalik ota-onalarninki bir bolani 18 yoshga beqish uchun o'rtacha chiqimninki 230 million won bo'lib, bu yana 1 million 330 ming xalq pulga barobar keldi deb chiqarilgan. Bu Yaponiya va Amerikanikidan birasi yuqori. Eng muhimi Koreya yoshlari xizmat qilib, bola qarayolmay, bola boquvchi ishlatmoqchi bo'lsa, bola boquvchilarninki har oylik maoshi 13 ming yuan bo'lib, Koreya maosh saviyasiniki yarmini egallaydi. Shunga odatda kishilar bola boquvchi ishlatmaydi ekan. Shundaqla bolani muntazam beqib cho'ng qilgan taqdirda bolaning xizmat topalishimi intayin cho'ng bir masala. Koreya pullardan monopol qilib olgan davlat. Davlatga oldingi 10 cho'ng bayning yillik ichki ishlab chiqarish qiymati Koreyaninki umumiy ichki ishlab chiqarish qiymatining 80% egallaydi. Bu odatga bir koreyalik boshqalarni eshib tushish uchun faqat 2 qilam yo'l borligini derak berdi. Birinchisi, cho'ng shirkatga kirib ishlash. Masalan, Samsung, LG degandek. Ammo bu shirkatlarga kirib ishlash intayin tas. Samsungni misol olsak, har yili aran 4 ming ish o'rni qabul qildi ekan. Hadaq qo'ygan kelib xizmat qildi 100 necha ming yetadi. Biroq qabul qilish nisbati 4% ga yetmaydi. Bu oliy maktab imtihon berishdan ko'p qiyin. Ikkinchisi bo'lsa, ma'mur bo'lish. Yana 2016-yilda Koreya ma'murlarining o'ttirchi yillik maoshi 59 million 9 ming won. Ya'ni xalq puli sindirgan chog'da taxminan 345 ming yuan. Lekin Koreyaninki davlat ma'murlik imtihonining qiyinlik darajasi cho'ng shirkatlarnikidan xeyli beklam eshib ketgan. 2023-yilda ma'murlik imtihonida qatnashgan 120 mingdan ko'proq o'quvchi. Buning ichida o'tganlar aran 5 mingdan oshmaydi. Nurg'un kishilar Koreya taraqqiy topgan davlat bo'lishi bilan o'ttirchi maosh cho'qib yuqori ham nihoyatda ko'p deb o'ylash mumkin. Cho'ng shirkatlarga eslolmay boshqa ish qilsa, kirimi uncha tuvan bo'lib ketmas deb qaraydi. Biroq Koreyada mal bahsi bek yuqori. 2025-yilda Koreyaninki o'rtacha soatlik maoshi 53 yuan xalq puliga yetib, oylik kirimi 10 ming yuandan oshib ketdi. Biroq turmush lazimliklarining bahasi davlatimizning 10 esidan ko'p. Masalan, 10 ta tuxum 40 yuandan ko'proq pul keladi. 100 gram bir cho'chqa go'shi 50 yuan atrofida. Bir dona olmami 40 yuan. Bir tavuzla almoqchi bo'lib qolsak 200 yuan xarjlashimiz kerak. Bularni odatda fuqarolar ergiz yetib olmaydi. Koreya xalq bankining sonliq ma'lumotida ko'rsatilishicha, o'tgan 5 yilda Koreyada uy bahasi birasiga yaqin o'sib ketgan. Seullik o'tirish turalg'i uylarning bahasi 1 milliard 200 million wonga yetgan, ya'ni 7 million xalq puliga yetgan. Odatda kishilarning setib olishi har guzmi mumkin emas desak bo'ldi. Eng muhimi Koreyada yer tabiiy boylik ig'ir darajada kamchil. Mamlakat bo'yicha Seulda iborat bir cho'ng shahar bor. Davlatimizda biz birinchi cho'ng shaharlarda ishlayapmiz, ikkinchi, uchinchi shaharlarga berib ishlasak yoki uy bahasi azroq
manzarasi go'zal, o'tiraqlashga mos keladigan 4-5 sinf shaharlarga borsak bo'ldi. Lekin Koreyada undaq yig'in bo'lmaydi. Agar yezib qaytqusi kelmasa, Koreya yoshlariniki cho'qim Seulda qilishdan boshqa hech qanday chekinish yo'l yo'q. Albuki Koreyaning boynamuratlik tarixi bu xil ichki raqobatni texnik kuchaytirib o'tdi. 2022-yildagi sonliq ma'lumotlarga asoslangan chog'da mulki 10 milliondan oshadigan koreyalik boylarning soni 100 mingdan eshib, Dubaydagi boylardan biroz ko'payib ketgan. Ularning ko'pinchisi Jiangnan rayoniga yig'ilgan bo'lib, qo'lida nurg'un yadroliq bo'laklardagi uy mulki bor. To'g'on qatlamdagi fuqarolar turmush kechirish uchun yo yuqori ijara haqi to'laydi, yo tishlab uy setib olib, uyning quliga aylanib bir umr qarz to'laydi. Hozir Koreyada 56% yoshlar ko'chman bo'lishni xohlaydi. 42.6% yoshlar bola tug'ishni xohlamaydigan ahvol kelib chiqdi. Ko'plagan yoshlar yo taraqqiy qilolmay, yo hozirgi ahvoldan qutulolmay o'zini tashlatishga boshladi. Kuchli ayollar ko'chishga boshlasa, ojiz ayollar qaytib ko'paysa, bu yerningki yashashga mos kelmaydiganligini tushuntirib berdi. Koreya hozir dal shu holatda bo'lib, boynamuratlik bayqining cho'nligi, mol bahsiniki yo'qligi, ishsizlarning ko'payishi Koreyaning iqtisodiga va jamiyat ahvoliga og'ir darajada ta'sir o'tkazdi. Bu Koreya hukumatini qattiq o'ylashimiz bo'lmaydigan ahvolga tushirib qo'ydi. Undaqda bu qitimli temiz bir şey oxirlashdi. Yoqtirgan bo'lsangiz bitta yuraklarga qaytib oling. Texnik yaxshi bo'lgan mazmunlarni sizlarga qo'llab turaman.